Assalomu alaykum o'zbek futbolining ixlosmandlari, Milliy bom kanaliga xush kelibsiz. Ayni damda like-larini bosayotgan obunachilarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Eng so'nggi futbol yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun pastdagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Superligada 13-tur uchrashuvlari yakunlandi. 13-turda Sug'diyona Xorazm 1-0, Andijon Qizilqum 1-1, Neftchi Buxoro 1-0, Mash'al Nasaf 1-3, Navbahor Agenka 3-0, Paxtakor Qo'qon 1912 2-0, Shurtan Surxon 2-1, Dinamo Bunyodkor 0-3. 13-tur yakunida Superliga to'p urarlar jadvali bilan tanishing. Igor Sergeyev to'p urarlar jadvalida hamon karvonboshilik qilmoqda. Superliga 13-tur yakuniga ko'ra turnir jadvali quyidagicha ko'rinish oldi. Nasaf Dinamo Agenka kuchli uchlikda borayotgan bo'lsa, pastki o'rinlarni Qo'qon 1912, Buxoro va Shurton egallab turibdi. Sizningcha bu yili Superliga chempioni qaysi jamoa bo'ladi? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Ortda qolgan turlardan so'ng tomoshabinlarning o'rtacha tashrifi bo'yicha ko'rsatkich quyidagicha. Superliga navbatdagi tur qarama-qarshiliklari bilan tanishing. Xorazm Andijon, Qo'qon 1912 Dinamo. Bu turning markaziy uchrashuvi Nasaf Paxtakor. Bu uchrashuvdagi taxminiy raqamlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Navbahor Mash'al, Qizilqum Neftchi, Bunyodkor Sug'diyona, Buxoro Shurtan, Agenka Surxon qarama-qarshiliklarini kuzatamiz. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Milliy bomdan uzoqlashmang. Siz kutgan va bilishni xohlagan ma'lumotlar hali oldinda. Sog' va salomat bo'ling.